Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz Maldiv orollaridamiz. Biz hozir Cinnamon mehmonxonasiga yetib keldik. Cinnamon Resort Maldivning Male poytaxtidan 25 minutli uzoqlikda joylashgan eng yaxshi resortlardan biri. Nimaga eng yaxshilardan biri? Bu videoni oxirigacha ko'ring. Albatta like bosing, tanishlarga yuboring va sababini biling. Yuring birgalikda tomosha qilamiz. Bu orollarda nimalar o'zi bor. Maldivda bitta orolga tushganingizdan keyin 7 kun 8 kun mana shu oroldan chiqmaysiz. Bu deganiki hamma narsa uje uchotib bo'lgan. Aptekasi ham bor, sartaroshxonasi ham bor, boshqa narsasi bor. To'g'ri, kichkina har bitta narsa mana qangi kichkina domiklarda ichiga joylangan. Но в любом случае turist uchun bir hafta davomida oilaviy sayohatchi bo'ladimi, boshqa sayohatchi bo'ladimi, hamma qulayliklari qilib ketilgan, yaratilganda. E'tiboringizni qaratling, пожалуйста. Mana suvning rangini ko'ryapsizmi? Malikaxon. Vau. Prozrachni olib chiqing keladi. Shunaqa toza ham bo'ladi bu suvdan qarang. Bu Hind okeani. Sho'rda faqat vaqt chivarardim shu. Mana delfinlar bilan suzsa bo'lar ekan. Kechki paytda demak mana baliq tutsa bo'lar ekan, quyosh botayotgan paytda snorkeling qilsa bo'lar ekan, demak mana chirpahalar bilan suzib qolsa ham bo'lar ekan. Narxlar mana shu yerda ko'rsatilgan. Ko'rib turibmiz, eng arzon narxi $20 dan. Bu ekskursiyani olmoqchi bo'lsangiz, albatta kelasiz va qaysi bir ekskursiyaga bormoqchi bo'lsangiz, ism familiyangizni yozib registratsiya qilib ketasiz va bu ekskursiyani sizni nomeringiz nomiga yozib qo'yishadi. Николько волейбольный, морковь, katta tennis, kichkina tennis, voleybol, badminton, uchta basseyn ko'rdim, spa ko'rdim, детский площадка uchtasini ko'rdim, barni o'zini uchta variantini ko'rdim va main restoran, ya'ni основной restorani ham uchta ekan. Demak o'rtoqlar, keling biza siz bilan hozir biza o'zimiz to'xtagan Cinnamon resortlarning birinchi nomer 1 top eng mashhur Danveli resort haqida gaplashamiz. O'tgan safar Malikaxon Shri Lankada surfing qilib ko'rganda mana taklif qilyapman, keling mana dunyodagi eng знаменитый Pasta Point degan joy bor ekan. Endi demak surferlar yaxshi biladi, Maldivning eng zo'r joyi Pasta Point degan joy bor ekan. U yerda juda ham katta to'lqinlar bo'lar ekan. Sportmenlar ular hammasi o'zini doskasi bilan kelar ekan. Doskasini ko'tarib uchib keladi. Imенно mana shu Pasta Pointda uchib ko'rish uchun hozir mana bilamiz, hozir biz demak yozgi sezondamiz. Bilamiz, yozgi sezonda narxlar ancha arzon bo'ladi. Shunaqangi bungalovlarda, suv bungalovlarida to'xtash o'rtacha kishi boshiga $3000 ni tashkil qilar ekan bir haftaga. Yozgi sezonda mana shu bungalovlar $2000 turar ekan o'rtoqlar. O'rtoqlar, mana ko'rishingiz mumkin, orqamizda 2 qavatli bungalovlar. Bu ko'proq oilaviylarga va ekonom variantga to'g'ri keladi. Narxi suvni bungalov va beach bungalovlardan ko'ra arzonroq, chunki bularni ko'rinishi mana bunaqangi peshonli plyajga emas, mana bunaqangi каменистый plyajga chiqadi, korallovый plyajga chiqadi. Mana shu faqatgina noqulayliklari, lekin selim olganda bu orolda hamma joydan foydalanib yursangiz bo'ladi va eng asosiysi sizni oyingiz eng plyus tarafi hech kimda yo'q zakatga chiqadi. Keling endi Maldiv orollari bilan tanishamiz. Demak, Maldivda ikkita orol bo'ladi, yokida lokalniy, yokida resort bo'ladi. Bittasi, ya'ni lokalniy deganda bu demak nafaqat mehmonxonalar, hostellar bo'ladi. U yerda aynan demak o'zini aholisi yashaydi. Imенно resortlarda esa aholisi emas, faqatgina bitta mehmonxonaga tegishli territoriya bo'ladi va bunaqa territoriyalar aslida katta bo'lmaydi. Masalan, bitta tomondan ikkinchi tomongacha yetib borish примерно 10-15 minut vaqtingiz ketadi. Baliqlari ko'rinadi deb. Ichkariroqqa tushiraylikmi? Qani kamerani? Yaqinroq qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, tushirib olmasam bo'ldi lekin. Mana qani, men ko'rmayotgan narsani sizlar ko'ringlar. O'rtoqlar, tagida nima bor?
Bu o'zi aslida koral bo'lgan va bu koral уже maydalangan, demak, переработанный maydalanib ketgan koral. O'shaning uchun ham bemalol quyosh даже masalan qizib tursa ham, demak, bu qum o'zi aslida qum emas, o'sha koral qizimaydi. Qizimaydi, bemalol yursa bo'ladi va rangi shu sababdan ham Oppoqqina bo'ladi. Yerda rangidan emas, koral rangidan oq rang. O'shaning uchun ham Maldivni ko'pchilik yaxshi ko'radi, chunki bemalol kun qizib turganda ham plyajda yotsangiz bo'ladi, dam olsangiz bo'ladi, hech ham diskomfort his qilmaysiz. Bu yerda demak personalga keladigan bo'lsak, Maldivda umuman boshqacha personal. Ular hammasi vejlivoy, hammasi kulib turgan, hammasi sizga yordam bergisi keladi. O'shaning uchun Maldivga keladigan bo'lsangiz, albatta resortni tanlang. Lokalniy ostrov balkim arzonroq tushar, lekin umringizda bir marta bo'lsa ham aynan resortga kelishga tavsiya beraman. Albatta lokalniy ostrovlarga keladigan bo'lsak, u yerda mehmonxonalar ancha arzon bo'ladi. Resortlarga kelsangiz, narxlari ancha qimmat bo'ladi, lekin bu rostdan ham umuman boshqacha dam olish ekan. O'tgan safar biz lokalniy ostrovga borganimizda wow deganmiz-da, va hozirgi resortga tushimiz bilan tushundik, что aynan resort lokalniy ostrovdan ancha zo'r bo'lar ekan, ancha mana bunaqa boshqa hissiyotlarni berar ekan sizga, chunki bu yerda haqiqiy turist deb o'zingizni hisoblaysiz. Zakaz, смотри, какой. Judayam chiroyli joylar ekan lekin, restoran. Тут еще muzika играет у нас. Demak, o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Barcha sport aktivitelar bor. Mana badmintonning polyasi ham bor ekan. Orqada ko'rishimiz mumkin. Katta tennisimiz ham bor ekan. Kichkina tennisimiz ham bor. Bu yerda yana bitta suv havzasi, детский basseyni ham bor, kattalar uchun ham basseyn bor. Demak, orolda hamma kerakli narsalar topsangiz bo'ladi. Lokalniy ostrovga bordingiz, Hop. resortga bordingiz, Hop. lekin mashinalarni ko'rdingizmi? Qanday mashina okeanda o'rtasida bo'lsa, Malikaxon, o'zi mana ostrovingiz masalan deylik 1,5 kilometrga 1,5 kilometrlik joy bo'lsa, mashinani nima qilasiz ayting? Yo'q, masalan, skoriy kerak bizga. Mana misol uchun mana bunaqangi bicyclelarda harakatlanadi, orolma-orol, lekin orolning ichida, lekin boshqa orolga borish uchun albatta sizni kateringiz bo'lishi kerak. Bu yerda Yandex taksi yo'q, bu yerda o'zingiz avtomobilingiz yo'q. Tasavvur qiling, mehmonga siz o'rtog'ingizni uyiga qo'shni orolga bordingiz. Mehmondorchilikda kech bo'lib ketdi. Qanday qaytib kelasiz uyga? O'tirishani aytaman-da, qanaqa qilib Juda qaytaman? ajoyib. Odamlar, aholi mana shunga уже ko'nikib bo'lgan. Ular misol uchun boshqa qo'shni orolga ko'p borishmas ekan. Lokalniy ostrovdagi odamlarga sizlar o'zi qanday peredatsiya qilasizlar? Qorong'i bo'lib qolsa, kateringiz yo'q deyapman-da. Qanday uyga qaytib kelasiz? Biz bormaymiz deydi. Bizani barcha o'rtoqlarimiz, barcha qarindoshlarimiz, barcha hayotimiz mana shu bitta orolni o'zida, qo'shni orolda уже boshqa oila, boshqa, допустим, qarindosh urug'chilik, ya'niki ular o'zini orolidan, o'zini shahridan chiqmaydi. Tushuntirib bera olgan bo'lsam. Foydalanishar ekan, как biz mana hozir mehmonxonadan olib kelishdi-yu, местный aholisi ham faqat shunaqa transportda yuradi, shunaqami? Da, boshqa variant ham yo'q-da. Rot havo mashnaqaligi yoqyapti. Men tasavvur qilyapman, oftob tagida bu orolda qop-qora bo'lib ketardi. Hozir mana bir kun salqin, bir kun oftob tobida. O'rtoqlar, orolimizdagi детский plashatkani ko'rishingiz mumkin. Barcha qulayliklarga ega bo'lgan plashatka. Bu yerda misol uchun bir nimasi kam ekan demaysiz. Даже menyulari ham детский menyulari bor. Demoqchi bo'lganimki, necha yashar farzandingiz bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga yarasha interes topa oladi. Ham детский plashatka, ham mana men bitta ko'rsataman. Demak, tennisni kort. U aniqroqda teparoqda yana futbolni polyasi, tennisni katta большой tennisi bor. Bilyardni stoliklari ham bor. Bilyardni stoliklari ham bor. Demak, hamma narsasi bor. Oilaviy sayohat uchun menimcha arziydigan joy. Malikaxon, nima deysiz? Albatta. Va bu yerda bilasizlarmi, har bitta mijozlar, demak turistlar mana bunaqangi tablichkani osib ketishar ekan o'zi uchun. Na pamitda mana palmalarni qara Malikaxon. Hay. San sochingga o'xshar ekan, lekin prichoskasi ishon. Gapda hozir ishoning. Ishon prichoskasi xuddi sani prichoskangga o'xshar ekan Malikaxon. Xo'p, xursandmisiz? Zo'rligini albatta xursandman. Albatta
Juda ham xursandman. Bu xursandligimni hozirligi aytib bera olmayapman-da, tushunmaysizlar baribir, chunki bu yerga kelish kerak va shunaqa vaziyatlarga tushish kerakki, чтобы sizlar ham xursand bo'lib yurishinglar uchun. Keling-da, men sizga hozir nimadir ko'rsataman. Mana qarang-da. Agar mabodo siz kichkinagina, xichamgina ostrovda adashib ketsanglar, bu yerni hamma joyda mana numeratsiyalar qilib berishgan odamlarga, misol. Chunki to'lqinlar aynan bu yerdan keladi. Bu yerda уже спокойный plyaj, bemalol mana bu yerda mumkin emas, mana bu yerda уже mumkin, deb cho'milsa ham bo'ladi. Endi bizani villani ko'rsatib, bu yoqdami bizani villa, bu yoqdami xatida. Tak. Eng zo'r joyida. Topolmayapsan. Ha, aldamay, mana. Mana bu villa bizaniki. Ya'ni bizni butun Orolda eng zo'r cho'miladigan joydagi villani oldik. O'rtoqlar, mana bu ildizlarni ko'ryapsizlarmi? Xuddiki anavi Mauglining filmlarida ko'rsatadigan ildizlar, yo bo'lmasa, ana oxirgi filmimiz qaysi edi, Malika? Жизнь Пи. Ko'rganmisiz? Жизнь Pi'da ham mana shunaqangi ildizlarning orasiga kirib uxlaydi. Xo'p, demak biz domiklarning orasida yuribmiz, o'rtoqlar. Bu yerda har xil variant joylashuv bor. Bizaniki endi okeanning oldida, suvning oldida, lekin ichkariroqqa kiradigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, orqamda bir qavatli villalar ham bor. Ya'ni bular endi garden view hisoblanadi. Demak, uyda hovlini ichiga qaragan ko'rinishlar bizaniki mana bunaqangi sea viewda, ya'ni suvning oldida. Даже если garden view bo'lsa ham, даже если sizlar mana bunaqangi domiklarda yashasanglar ham, bukvalno 15-20 metr yursanglar suvga chiqasizlar. Bizaniki prям suvning oldida. Yokida kimdir to'yi bo'ladi, yokida Merimi bo'ladi. Bilasizmi nimaga? Hech narsa bilmas ekansiz. Biz siz uchun bu narsani tashkillashtirib qo'ydik, Malika. Rosa. Sizga hozir bu yerga stol qo'yamiz. Ana kecha 300 tak ulab beraman degan o'sha odam bilanmi? Ha, ana sizga предложение qilishmoqchi. Men sizni u yoqqa olib bordim, bu yoqqa olib bordim, kuyov topaman deb topolmadim. Maldivga olib keldim. Mana kuyovingiz o'tiribdi. Hello. Haq ketyapsiz, Malikaxon? Qizil daroshkam qani endi shuncha qilganingizga yarasha? Qizil daroshka u yoqda tursin, eringiz qani? Mana o'tiribdi. Kuyov. Ko'rsatmay faqat odamlarga. Интернациональный резорт. Тут вот узбеки, как видите, казахи и индусы. И дети играют тихо, спокойно. Хай! Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yana bir bor mana biz bilan birga O'zbekistondan taniqli Ulug'bek aka, Red Team yetib kelganlar. Ulug'bek aka, biz bilan birga sayohat qilyapsiz. Sizga Maldiv umuman olganda yoqyaptimi? Конечно, yoqyapti, как будто попал на необитаемый остров, да, вот эта дикость, живое здесь все, рыбы, акулы, какие-то таракашки, букашки бегают, мы в городе всего этого не видим, поэтому zo'r. Aha, kecha xabarim bor, siz Maliyaga borib keldingiz, poytaxtga. Umuman olganda bu ostrovdan, biz hozir Sinamon ostrovdamiz. Bilaman bu yoqda transferlar yo'q ekan, lekin siz как настоящий ekspeditor mashina ham topib, taksilarni topib shaharga borib keldilar akamiz. Aytib bering, nimalar bor ekan u yerda? Shaharga bordik, endi shahar 4 kilometr. Полностью от одного конца до другого. Piyada yurib chiqdik полностью shaharni. Magazinlarni ko'rib chiqdik, shaharni ko'rib chiqdik. Endi hamma musulmon davlat ekan, hamma musulmon ekan, 500 mingta naselyeniyasi bor ekan, 25 ta ostrovlarda odamlar yashaydi, qolganlarda 180 ta resort bor. 180 ta 180 ta resort, 25 ta lokalni живой ostrovlar. Lokalni ostrov eslatib o'tamiz, bu o'zini aholisi, da, odam yashaydigan, da. В основном ishchilasi, hamma ishlaydigan odamlar Bangladeshdan, Shri Lankadan. O'zi naselyeniyasi magazinlarni ushlab turadi, savdo qiladi-da, savdochilar. Endi masjidlar bor. Bitta katta masjid bor, Malayziya ularga padarik qilgan ekan, 5000 odamlarga sig'adigan masjid katta. Endi park kichkinacha park. U yerda eng qiziqarli narsa, uni prezidenti bor ekan, qiroli. U qirolini endi uyini qarasangiz, biznikida endi bilasizmi, takoy o'rtacha GAI xodimini uyida. Shunaqa qirol ekan.
kelgan eng eski masjidi bor ekan. Endi bu uzr gapingiz bo'ldim. Bu nimadan qirolini uyi bunaqa oddiygina, soddaligidanmi yoki umuman olganda Orolda joy kami kichkinagina uy qilganmi? Endi menimcha, meni fikrim bu yerda qanaqadir biz O'zbekiston, Rossiya katta davlatlarda siz bir joyda turib nimadir neto bo'lsa, siz aytasizki, ha endi davlatimiz katta, odamlar topmaydi, tushunmaydi, nima kim qilyapti, u tushunsa bo'lmaydi. Bu yerda hamma bir-birini biladi. Shuning uchun o'g'irlasa ham hech nima bo'lmaydi. Nima qilsa, любой qadam bossangiz ham hamma bilib oladi-da. Shuning uchun majbur hamma to'g'ri yo'li bilan korrupsiyasiz ishlayapti-da. Juda ham kambag'al endi davlat, juda ham kambag'al davlat. Shuning uchun bu yerda bunaqa narsalar bo'lmaydi-da. Поэтому здесь очень сложно такие вещи делать. Xohlamasangiz, ro'zkosh o'zingizga bilan позволять qila olmaysiz. Ham yer tanqisligi, ham pul tanqisligi, lekin dunyoga mashhur Maldiv turistik yo'nalish. Shunaqa. To'g'rimi? Menimcha, men kelganimcha men tushunamanki, menga nimaga Maldiv qiziq bo'ladi. Bu yerda mana shu живой narsalar, например, Abu Dhabi, Dubay, zo'r, Xitoy, например, комфорта zo'r. Но bu yerda здесь вот эта живность и натуральность, который pulga sota olmaysiz. Chunki mana shu akulalar bu yerda yuryapti, sota olmaysiz shu narsani. Kechqurun chiqsangiz bu yerda krablar yuradi, bu pulga sota olmaysiz. Bu просто Xudo bergan и odamlar buzmagan joylar. Shuning uchun menimcha это очень ценно вот это. Da, ценно. Ko'pchilik mijozlarimiz to'g'ri, mana bu har xil интересный yo'nalishlarni tanlaydi. Maldivda asosan oilaviy sayohatchilar kelishadi. Oilaviy sayohat uchun qulay deb o'ylaysizmi? Albatta, men farzandlarimni keyingi safar olib kelaman. Ulug'bek akani 5 ta farzandi bor ekan. Endi mana suhbatlardan bildik. Aytdilar, keyingi safar albatta butun oilamni olib kelaman dedi. Har bitta farzandga o'zini интересный joylari, lokatsiyalari. Bolalar uchun juda ham ko'p narsa. Детский площадкаlar, bu yerda какой-то кораблики, to'rt tomonda plyaj hamma joyda. Вообще, menga mana shu o'tirdi nima qiziq ekan, 280 ta odam bu yerda yashayotgan ekan, но siz turayotgan joyda sezmayapsiz-da. Shu aholini sezmayapsiz. Hammaga qanaqadir так это все спроектировано, что boshqalarni siz sezmayapsiz. Bozorda o'xshamayapti-da. Какая-то приватная joy bor. Shuning uchun bolalarga ham joy o'ynashga ham bor. Bizga, например, любой joyga например, uxlashga там на plyaj shu joyda joy hammaga yetyapti-da. Shu menga juda интересно bo'ldi. Да, вообще. Yana kelasizmi sayohat? Albatta. Demak, Malikaxon, biz mana hozir tushlikka keldik. Tushlik vaqti va umuman olganda Maldiv orollarida ovqatlanish sistemasi qanaqa bo'ladi, shu haqida mana obunachilarimizga gapirib bersangiz. Misol uchun, ovqatlanish endi har xil turi bo'ladi. Masalan, 2 mahalli, kimdirda zavtrak faqat, kimdirda 3 mahal yoki all inclusive. Bizda misol uchun siz bilan 3 mahalli ovqat, o'rtoqlar daraxtlar o'zini demak ko'rinlari bor-ku, ildizi o'zidan katta. Qarang. Mana qangi narsalar bor ekan, ehtiyot bo'linglar deyapti. Mana shu daraxtda deydi, mana shu letuchi mushlar yashaydi deyapti. Malikaxon, kechqurun chiqaylik. Sochimni yig'ib chiqaman faqat. Ular sochga yopishadi. Unaqa katta emas. Misol uchun biz 3 mahal ovqat yeymiz, faqat napitkalarimiz, masalan, 24:7 ga icha olmaymiz, ola olmaymiz. Lekin mana zavtrak payti, obed payti, ujin paytida napitkalar bemalol ichsangiz bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, biz tushligimizni qilib chiqdik. Keling, endi mehmonxonani territoriyasini bir aylanamiz, bir boshidan ikkinchi boshigacha boramiz. Bolalar tayyormisizlar? Детский площадкаlarni bir tomosha qilamiz. Ketdik. Eng qizig'i o'rtoqlar, bilasizlarmi nima? Mana shunaqangi, demak, ko'katlarda даже olinishi ham qiyin ekan. Bularda barilar shunaqangi qalin bo'ladi va umumiy olganda mana pastlari ham ko'rinlari uzun bo'ladi, katta bo'ladi. Nimaga? Chunki bu yerda pochvasi kuchli bo'ladi. Shu sababdan ham mana bunaqangi qalin demak ko'katlar o'sadi. Qanday go'zal tabiat. Просто говорили про живность, вот здесь огромное количество и крабов, и вот этот краб, как он назывался? Отшельник. Рак отшельник, видите? Это не простой экземпляр, это очень старый, это один из самых больших. Я вообще на дереве. Можно обратить внимание, он старая ракушка, да? Старая ракушка, я его нашел на дереве.
qaranglar, mana bu rakni ichiga bekinib olgan versiyasi, lekin mana qaranglar, bu tirik, mana shu yerdan mana chiqmayapti. Bunisi ham mana bekinib oldi, Bu lekin додасы, это один из самых больших. Там есть еще маленькие, размером вот меньше мухи. А, вот покажи. Да, вот давайте вот тоже. Очень Ой, вот такое. еще Kolleksiya такая. Это более эстетично выглядит. Да, ну-ка. Вот такая у него ракушка. Lekin aynan bunaqangi bungalolarda nima zo'r joylari bor. Masalan, bir xil xonalarda, bir xil bungalolarda прозрачный стеклянный pol bo'lar ekan va siz hamma narsani ko'rib turasiz. Va Instagramni такой endi videolar, reelslar ko'ramiz-ku, tam bungalovdan shunday chiqib sразу suviga tashiydi o'zini. qarang, mana basseyn tushadigan bo'ladi. joyi bor ekan. Bitta tushib ko'ramiz ham Malikaxon. Men o'rtoqlar, buni ko'ramiz bungaloda. Odamlar biza masalan, anovi nima deydi, plyajniy zonadamiz. Bu yoqda suv boshqacha. Qani bungaloda yashaydigan turistlarni, suv lekin juda ham yaxshi. Salqingina. Bu yoq совсем boshqacha, bilasizmi? Bu yoqning suvi juda ham toza ekan. Bu yoqda qum bo'lgani uchun Malikaxon ozgina, o'zi tak prozrachniy, lekin ozgina nima deydi, mutniy. Keling, mana bundoqroq qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Pastda qanchalik prozrachniy. Mana buni ko'ringlar, o'rtoqlar. Prozrachniyligini ko'ryapsizlarmi? Juda ham ajoyib. Malikaxon, bitta salom beramiz. O'rtoqlar, demak Maldivga sayohat qilamiz. Mana shunaqangi bungalolarda dam olish imkoniyatingiz albatta bor. To'g'ri, 1200 ta oroli bor. 200 ta orolda aynan местный aholisi yashaydi. 25 ta. Ya'ni 200 ta. Ya'ni o'sha 25 ta balkim o'sha umuman hostel hostellar bo'lmasligi mumkin. Chista Lekin lokal. 200 tada masalan hostellar ham bo'ladi, lekin местный aholilari ham yashaydi. O'sha 200 ta demak orolida faqat местный aholisi, qolgan hammasida yoki turistlarga yoki turistlarga mo'ljallangan yoki umuman yadidaymi hostel. Hali hech kim olmagan bularni va nimadirlar qurishni qilmagan. Demak o'rtoqlar, mana ko'rib turganingizdek, orolni bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga ровно 16 minut vaqtimiz ketdi. Peshqor borib, aylanib ko'rsatib kelgan.